qonunchilik bor AQShda, safety deymiz. Men voditellarni ko'rganman, anaqasini, videolarini. Rosa bosib, strechkalarga chiqib yuradigan nimalari bor, odatlari bor. Hamma mashinalaringizda kamera bormi? Birinchi savol. Ikkinchidan, qanchalik katta risk bor? Misol uchun 6 oyda bir kelsa kerak menimcha, safety komissiyadan tekshirishga. Qanchalik risk bor shu litsenziyangizni olib qo'yishga. Ya'ni qanaqadir safety qanaqa qilib o'lchanadi, qanaqa qilib attestatsiyadan o'tasizlar, shu jarayon to'g'risida. Birinchi bo'lib bitta maslahat berib ketay. 30 tagacha etiklik traki bor odamlar ko'p servisini outsourcega topshirgani yaxshi. Etiklik safety, etiklik o'sha elektron logbook, etiklik dispatcher uslugasi. Bu nima beradi odamlarga? Tezroq o'sishi. Endi violationlarga kelsak, strechnik haydamaydi. Violationlar to siz kompaniyada shtraflar qilmagunizcha, etiklik avariyalar qilmagunizcha ko'pchilik Amerikada tegmaydi. Kevermaydi taqillatib. To o'sha o'zini skori bor. Juda ham zo'r ekosistema qilishgan. Unga qarab sizga yuk beradi brokerlar. Unga qarab ko'chada lenderlar sizga pul berishi o'shanga qarab bo'ladi. Hamma narsani boylab tashlagan bir-biriga. Safety score kattalashgan sari o'zingizga biznesingizga qiyinlashib ketaveradi. Hamma tomonlama. Bankdan, finans tomonlama, yuk olish tomonlama, yana boshqa. Shopperlar olish tomonlama. Sizga baho-da, reyting. Baho, reytingi bo'ladi.